Dadasi! Assalomu alaykum. Nima qilib yotibsiz? Xotinjon, ko'zim ilinibdi. Yaxshi keldingiz bozordan. Nollarni yopdim. Hamma ishlarni uylarni supurib qo'ydim, pilisoscha qilib, chiroyli qilib qo'ydim. Shashlik ham tayyor kelganingizdan mana. Chala supuribsiz-ku hovlarni. Shunday rasvo bo'lib yotibdi. Hozir supura olaman, uzr lekin. Darvoza xatlab, ko'chaga chiqmadingizmi ish qilib? Qancha qarindoshlarim, sinfdoshlarim, oshna-og'aynilarimdan siz aytganingiz uchun voz kechyapman-ku men. Hozir chiqaman, ustimda kirib almashtirib chiqay. Siz ungacha shashliklarni yaxshilab pishirib turing. Ko'p. Xudoga shukr, hali ham buncha asabiylashmadilar. Qo'ymasin deyman. Yana gap eshitmay deyman, qo'ymasin deyman. Miltiqboy aka. Ha, hajura. Voy Miltiqboy aka. Ha? Miltiqboy aka. Karmi deyman, ha deyapman-ku. Ha deyapman-ku, tövbe qildim. Bozam tushmagan, Tinchlikmi? tushunma, xotinimdan shunchalik qo'rqar ekanman. Buyoq desam qanotqonlik bo'lib qoldi. Dadasi! Nimaga so'ppayib o'tiribsiz? Oyoqondagi narsalarni o'z qoningizni ichaman. Boring usta bu. Tushum emasmi bu? Hayotimga bu? Ha, boring. Aman tushum deb o'ylab tursam, hayotimga ham qo'rqar ekanman. Ber narsalarni.